Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugungi infoblogimda sizlar bilan stomatolog qabuliga borganda sug'urta nimani qoplaydi va Germaniyada ko'pchilik odamlarni tishlari nimaga bunaqa sog'lom kulgan paytda shu haqida gaplashamiz. Xullas, Germaniyada hammaga ma'lumki, majburiy sug'urta bor va bu majburiy davlat sug'urtasi ko'pchilik doktorlarga, shifokor qabuliga borgan paytda muolajalarni qoplab beradi. Stomatologda ham xuddi shunaqa. Agar siz yiliga 1 martadan 2 martagacha stomatologga borsangiz, buni davlat sug'urtasi qoplab beradi. Bu birinchi plusi. Ikkinchisi, agar sizni tishingizda karies bo'lsa, unda davlat sug'urtasi plomba qilishni ham qoplab beradi. Bu yerda lekin bilish kerak, agar siz material jihatdan yaxshiroq bo'lgan plombani xohlasangiz, unda sug'urta faqat qisman qoplaydi va o'zingizga 100 yevrodan 150 yevrogacha summa to'lov uchun ortib qoladi. Va davlat sug'urtasi faqat sement plombasini qoplaydi. Bundan tashqari, siz yiliga 2 marta borgan paytingizda 1 martasida tishingizni toshlarini tozalattirib olishingiz mumkin. Bu ham sug'urta qoplaydi buni ham. Bundan tashqari, agar siz yiliga 1 marta shifokorlar tomonidan bu tavsiya etilgan 1 marta chistka qildirmoqchi bo'lsangiz tishingizni, ko'pchilik sug'urtalar yarim narxini qoplaydi yoki yiliga 1 marta 100% gacha qoplab beradi. Buni narxi hamma joyda har xil, 90 yevrodan 150 yevrogacha menimcha boradi. 90 yevrodan 120 yevrogacha men Germaniya uchun normalniy deb hisoblayman. Bundan tashqari, yosh bolalarda 18 yoshgacha briket qo'ydirmoqchi bo'lsa, korrektur qildirmoqchi bo'lsa, buni ham sug'urta qoplaydi va 18 yoshdan kattalarga xususiy tish sug'urtasi ochittirish kerak bo'ladi. Bu meni tavsiyam, chunki davlat sug'urtasi buni umuman qoplamaydi. Shunaqa. Bu ma'lumotlarni men qayerdan bilaman? Men Germaniyada 3 yil stomatologiya klinikasida assistent lavozimida ishlaganman va shuning uchun bu ma'lumotlar bilan kundalik har doim to'qnashib kelganman.